Topinarman, qaydaman. Yoqilg'i yana birjada oshib ketdi. Mana boya aytib o'tgandek, yoqilg'i yana oshib ketdi. $2.62,5. Раиса-то настроение плохой был. Не знаю почему. Endi tasavvur qiling, men bir haftada 1200 litr yoqilg'i qo'yaman. O'zi 1,5 tonnalik bakim bo'lsa 1200 litr ketadi. 1200 litr ketsa, yaqin bizni pulga 45 million so'm yoqilg'i bir haftada quyaman. 45 million so'mlik yoqilg'i. Senga bir maslahatim shu. Bilmagan ishingga aralashma. Shunaqa gaplar. Yoqilg'i quyish joyida mamlaqa mana Visa kartalar, Master kartalar, shunaqa turdagi kartalar qabul qilinadi. Bir aybim bor. Shuni boshdan aytib qo'yganim yaxshi. Xo'sh, nima aybing bor? Siyg'omisan, tutqaromisan? Aybim shuki, yoshligimdan odat bo'lib qolgan. Har zamonda shu bexosdan yolg'on gapirib qo'yaman. Shunda ko'ymasangiz ba. Qaynoq suv chiqadi. Chunki ruchkasi qizilda mana. Qo'lni kuydiradi. Ko'rasizlarmi? So'rasam bu nimaga deb, bu termizga tayyor qaynatilgan suv ekan. Olib kofega, choyga ishlasangiz bo'lar ekan. Vajohati bir ko'rib, qanday ulug' zot bilan uchrashib qoldi deb o'ylayotgan bo'lsalaring kerak. Bizning asl zotimiz Buxoroy sharifdan. Bobomiz mashhur eshona edilar. Otam rahmatli, suv desalar, suv keskarsiga oqaradi. Ko'r desalar, ko'r odamning ko'zi ochilib ketadi. O'p, masaqari, opachini qarang.